Cobaltlarga rassrochka ochildi. Videoni oxirigacha ko'ring va bu rassrochkani qanaqa qilib olishni eng oson yo'lini sizlarga o'rgataman. Ko'rib turgan barcha Cobaltlarda davlat bahosi nech pul bo'lsa, bir tiyin ortiqcha to'lamasdan olib kelsanglar bo'ladi. Ya'ni Cobalt Midnight MCM qanaqa rangi kerak bo'lsa, bizda hamma rangidan bor. Cobalt Style MCM kerak bo'ladigan bo'lsa, u mashinamizda ham hamma pozitsiyasidan bizda vibrlar bor. Yoki Style eskicha variant yoki Midnight eskicha variantlar kerak bo'ladigan bo'lsa, u mashinalarimiz ham davlat bahosi nech pul bo'lsa, bir tiyin ortiqcha to'lamasdan olib kelsanglar bo'ladi. Ya'ni kelasizlar 15 minutda o'tirgan holatda Akuk avtosalonidan komfort zonada mashinani xarid qilib kelsanglar bo'ladi. Cobalt rassrochka qachon ochilishini bilmayman. Hali beri ochilmasa ham kerak, lekin bo'lib berishga foizi pastroq banklar kerak bo'ladigan bo'lsa, $3000 bilan kelib Cobaltlarni rassrochkaga emas, avtokredit hisobida olib kelsanglar bo'ladi. Bonuslari albatta bor. Ishlaringizni nomerlaringizgacha taqib 2 soatda o'zlaringizning nomlaringizga chiqadi mashina. Birovni nomida bo'lmaydi. Olib kelsanglar bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga Cobalt so'zini qo'yinglar, biz sizlarga to'liq grafikni tashab beramiz. Tezroq aloqaga chiqinglar, pastda nomerlar qo'yizyapman. Barchalaringizni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.